Guliston metan gazda 3 ta avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Cobaltga metan, Spark'ga propan, ikkinchi Spark'ga metan ustunuki berdik. Hop, gaz balon joylashini ko'rishingiz mumkin. 90 talik gaz balonni avvalinchanaga ustunuki berganmiz. Alovrot har doimgidek yarim avrotli. Alovrotdan bo'ldi. Bu Spark'ga zapasgan joyiga tabletka propan ustunuki berganmiz. Termo trubkalar bilan ideal holatda ustunuki bo'lgan. O'zi akamiz shumka qildirib olgan ekan mashinani. Hop. Bu Spark'imizga 65 talik gaz balon bo'ldi. Mana shu holatda joylashadi. Zapaskasini sizdan yotqizib olsa bo'ladi, muammo bo'lmaydi akalar. Old qismiga 4-pokoleniya bo'ldi. Zapchastlarimiz Tomasita reduktor, 01 farsunka, blok upravleniyasida 200 go fas bo'ldi. Propan ustunuki bo'lgan Spark'imizda Nordic Italia reduktor, Italianskiy Valtek farsunka, Yevropa gaz basika 24 gotor, blok upravleniya bo'ldi Polshaniki. Koltuğumuzga ham Tomasita reduktor 01 farsunka hamda 800 go fas blok upravleniya bilan 1 yil garantiyasi bilan chiroyli holatda programma prashkalar bilan ustunuki beryapmiz. Kimga kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bu yoqda mashina avtomobillar ko'p, juda ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin.